Assalomu alaykum hammaga. Qaranglar, bugundan Onyx mashinasi hammasi programma agar obnovlение qilgan paytlaringizda miyasi uxlaydi deganda shu kuyadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Zavodda to есть 2024-yil shunaqa holat bo'lganda katta General Motors bizlarni zavodga предупреждение bergandi. 2025da miyalarni part nomerlari o'zgaradi. O'shanaqa miyalarni qo'yib chiqinglar deb aytgandi bu narsani. Xo'p, bizda endi mana 25 bo'ldi. Yana 1 yil imkon bergandi. O'sha miyalar almashtirilishi kerak edi. Sabab miya kuyishini oldini olish uchun boshqa miya qo'yishlari kerak edi. Boshqa miya bilan chiqish kerak edi Onyx va Tracker mashinalari. Ana endi part nomer qanaqa bo'ladi? Qaysi part nomerga qarab urish kerak desangiz agar, mana yozib olinglar. 127 44 833 miyani orqasida agar shunaqangi nomer bo'lsa, shu nomerga bemalol miyalarni onlayn programma qilib yoki miya kuygan holat bo'lsa, bemalol onlaynga qo'yib programma qilsangiz bo'ladi. Agar bunaqangi miya bo'lmasa, part nomeri boshqacha bo'lsa, nima qilish kerak desangiz agar, DPS onlayn orqali faqat qilsa bo'ladi. DPS onlaynni endi zavoddagilar faqat o'zlariga emas, avtosalonda ishlaydiganlarga berishlari shart. Men kecha Samarqandda bir kishi ikkita miyani kuydirdi ketma-ket. Masalan, u bolaning aybi yo'q. Bugun Buxoroda yana bittasi bo'ldi. Yana bittasi bo'lgan. Xullas kalom juda ko'p miya kuyapti. 2 kun, 3 kun ichida miya juda ko'p kuyapti. Ehtiyot bo'lasiz. Bundan keyin ana shu videoni hammaga tarqatib qo'ying. Onyxni obnovlение qilmanglar. Onyxni yangi to есть 2025dan u yoqqa chiqqanlarning hammasida ehtiyot bo'lasizlar. $350 ga masalan o'ldim deganda tushib qolishlaringiz mumkin. Lekin bu sizlarning aybingiz bo'lmaydi. Bu GMni o'zi предупреждать qilgan. Bizdagi GM texpodдержкалар buni to'g'irlashi shart.